5 kere 5 25. 5 ta savolga javob beraman faqat bo'ldi. Hammaga salom, Shovqin. Bugun meni 10 ta savolga taklif qilishdi. Shularga javob berishga harakat qilaman. Ketdi. Hop, birinchi savol. Model bo'lishdan oldin kim bo'lishni xohlagansiz va nimaga modellikni tanladingiz? Men bu modellik kasbiga kirib kelishim tushundim yo'q edi. Вообще bu kasb borligini ham bilmaganman. Keyin opacham aytgan, shunaqa borgan, sandan bo'ying baland, zo'r chiqadi degan. Keyin shunga qarab borganman. Tasodifan bo'lib ketib qolgan. Agar model bo'lmaganimda, menimcha men o'zi kasbim xoreograf, menimcha raqs o'qituvchisi bo'lardim. Ikkinchi savol, sizni ilhomlantiradigan model kim? Krashimmi bu meni shunda? Bu Kendall. Men birinchi marta ko'rganimda, prям sevganman o'sha anaqani. Men uchun ideal modellar bo'yicha Kendall deb o'ylayman. O'xshashga harakat qilmayman-u, ba'zi payt qarashlari ham yoqadi. Ko'zi chiroyli. Top 3 ta modelni tanlash. Menga yoqadigan top 3 ta model bu Kendall, Bella Hadid, Vazira. Bu ko'pchilik tanisa kerak, O'zbekistonlik qiz Vazira. Meni podrugam bor, bitta Shahnoza degan, o'sha papona o'z ismi. O'sha model qiz yoqadi. Keyingi savol, sizga qarab ilhomlanadigan qizlarga nima degan bo'lardingiz? Xo'p, men o'zi bilmayman, shu tomonga kimdir qarab ilhomlanadimi yo'q, uni bilmayman. O'zim unaqa populyarniy deb ham hisoblamayman. Faqat harakat qilish kerak, ham o'zingizning stilda ko'proq ishlashinglar kerak va hech qachon u nima deydi, bu nima deydi degan narsa bo'lish kerak emas. Men o'zimda shunaqa, chunki eshitaman, kimdir deyapman, keyin esdan chiqib ketadi. Qaysi brend uchun model bo'lishni xohlardingiz? Dior. Farqi yo'q. Men fotosessiyani juda ham yaxshi ko'raman. Qaysi biri bo'lsa ham tushib yuraverardim. Shu bo'ldi. Qaysi bloger bilan kollaboratsiya qilish orzuyingiz? Bunaqasi yo'q, lekin to'g'risini aytaman. Ko'p blogerlar bor, hammasi yaxshi, zo'r yoqadi. Qaysi biri aktivi zo'r bo'lsa, o'sha bilan ertalab uyqudan turganingizda o'zingizni chiroyli his qilasizmi? Ertalab ko'pincha turmayman, bu yerda turaman. Lekin shu paytgacha o'zimni chiroyli his qilmaganman. Ko'p qizlarda bo'ladi, shu oynaga qaraydi, shuni o'tirib olib, mamatim xunuk ekan, mamatim bunaqa ekan deb o'tiradi. Menda ham xuddi shunaqa. Ko'zimni sal kattaroq qilgim keladi. O'zimcha keyin mayli deyman. Mayli, Xudo bergan chiroy, o'shanga shukr qilishimiz kerak. O'zbekistonda model bo'lib, xalqaro brendlar bilan ishlash mumkin, albatta, chunki biz Toshkentda ham o'sha ko'p qizlar chetga chiqib, o'sha ishlashyapti. Koreyaga, Xitoyga, Indiyaga keyin anaqa Vietnamga ko'p ketishyapti, u yoqda ham zo'r anaqa bo'lyapti. Men o'zimni anaqam, to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zim xohlardimki, agar sponsorim bo'lganda men Fransiyagami, boshqa qayergadir borib, agentstvoga qaytadan topshirib ko'rgan bo'lardim. Anaqa agentstvosiga topshirib ko'rgan bo'lardim. Sponsor nima uchun kerak, чтобы siz u yoqqa yetib borishingiz uchun? Da, yoki bo'lmasam, shunaqa kuchli agentstvo bilan ishlashim kerak, чтобы ular meni anaqamni jo'natishadi u yoqqa, ular chaqirishi mumkin. Как договор qilib ishlaysiz-da. Lekin agar o'zim boradigan bo'lsam, ularda boshqadan o'qishim kerak, keyin ularga topshirib ko'rishim kerak bo'ladi-da. Qirchi tushunmadinglar, va nima qilasizlar? Modellik shaxsiy hayot qurishga xalaqit berindimi? Men o'ylayman, yo'q. Yo'q, to'g'ri, bir xil qizlar oilani tanlaydi, karyerasidan voz kechib yoradi. Korоче, shunaqa bir-biriga to'g'ri kelgan inson topsa bo'ladi-da. Professional model bo'lish uchun qaysi sifatlarga amal qilish kerak? Bilmadim, o'zim ustida ko'proq ishlash kerak, tam mimika, anaqa, keyin yurish, mana defile qilish bo'yicha ko'proq repetitsiya qilish kerak, praktika bo'lish kerak, optingizni oshirishingiz kerak va eng muhimi, kasbingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Agar o'shanda sevsangiz o'sha narsani, yana ham zo'r foyda bo'ladi sizga. Eng katta professional xatoingiz va u sizga nima o'rgatdi? Yo'q, xato qilmaganman lekin. Yoki hozir eslab ko'ring. Может, arzonroqga chiqayotgandirman. Davay, bo'ldi, pulimni oshiraman. Anaqa syomkalar narxi oshadi bo'ldi. Sun'iy intellekt modellarning o'rnini bosa oladimi? Menimcha bir 5-6 yildan keyin balkim bosa olsa kerak, yana ham rivojlanib ketsa, lekin yo'q, bosolmaydi. Savollarimiz tugadi. Mana zo'r javob berdim. Shovqin, rahmat sizlarga, Alloh rozi bo'lsin. Taklif uchun rahmat.